narxi unchalik qimmat bo'lmaydi. Budjetli narxda bo'ladi. PUBG'da esa 60 FPS bemalol ishlab bera oladi. Shu telefonlar sizlarga qiziqmi? Hozir 5-6 tasini sizlarga tayyorlab qo'ydim. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani ketdik. Eng arzondan boshlaymiz. Xotirasi 664 GB ekan, 60 FPS ishlar ekan, narxi 800 ming so'm. Redmi Note 8 Pro deb nomlangan model. Rangi qora, ko'rishingiz mumkin. Holati o'rtacha holatda ideal emas, lekin ishlatib qo'yishga arziydi. Menimcha 60 FPS uchun 800 ming so'mlik telefon mana shu holatdagi zo'r arzib qo'ysa kerak. 664 GB ekan, 60 FPS ekan, 1 millionga chiqar ekan. Bu ham Redmi Note 8 Pro dan PUBG'da 60 FPS ishlar ekan, 1 million so'm. Menimcha arzib qo'yadi, holatini ko'rishingiz mumkin. Menimcha yomon emas 60 FPS uchun. Keyingisi 6 talik. Bu ham 60 FPS ishlaydi. Narxi 1 million 100 ming so'mga chiqar ekan. Note 8 Pro. Holati nisbatan qolganlarga qaraganda yaxshiroq, xotirasi ham kattaroq ekan. Hop, keyingisi ham 6 talik, 60 FPS ekan, 1 million 200 ming so'mga chiqar ekan. Holati nargilarga qaraganda ancha yaxshiroq ekan menimcha. Kamroq ishlatilgan. Avvalgi PUBG o'ynamagan shekilli, menimcha PUBG o'ynalganligi alomati ko'rinmayapti. Holati ham yaxshi holatda saqlab qolingan ekan. Navbatdagi modelimiz LG G8. Bu ham 60 FPS ishlar ekan, 6 GB ekan, narxi 1 million 100 ming so'mga chiqar ekan. O'zini ko'rsatadigan bo'lsak, mana LG G8 Think deydi. Holatlari o'rtacha holatda, lekin narxiga arzib qo'yadi. Bu ham 60 FPS ishlaydi. Hop, 6 GB 90 FPS ishlar ekan, $100 chiqar ekan. Ushbu telefonimiz Redmi'dan Note 10 Pro'ni kitayskiy variant hisoblanadi. Unga yaxshi protsessor qo'yilgan, shu sababdan Note 10 Pro bo'lgani bilan 90 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Buni garantiyasi bilan beramiz. $100 ga berib yuboramiz. Hop, yana bir LG dan 8 GB 60 FPS li LG V60 deb nomlangan model, oppoq rangda 60 FPS ishlaydi. Narxi $128 ga berib yuboramiz. Hop, Poco X6 Pro deb nomlangan modelimiz 8 256 GB bo'ladi, 90 FPS da ishlaydi. Narxi $220 ga chiqar ekan. Mana telefonimiz o'zi. Bu telefonimizni korobka, dokument, original zaryadnilargacha bor, hech qancha ishlatilmagan, holati ideal holatda desa ham bo'laveradi. Narxiga arziydi. Agar ushbu telefonlarimizdan qaysi biri sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga Telegramdan aloqaga chiqib qo'ysalar ham bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, pochta orqali chiqarib ham yubora olamiz. Sizlarni do'konimizga olib boramiz.